Mirzo Ulug'bek tumanida yana bir hashamatli uylarimizdan birini ko'rsatamiz. Bu uyimiz fasad qismlariga e'tibor beryapsizmi? Juda ham boshqacha va juda ham katta qilib qo'yilgan. Haqiqatda hashamatli uyga atmosferasini berib turibdi. O'zini bu yerda ko'ryapsiz, yashil hududlari deysizmi? Bu yerda basseynlarimiz qoldirilgan, yozgi basseynlarimiz. U yerda bizada zimniy garaji deysizmi? Bu yerda yozgi garaj, bu yerda ko'rsanglar mana bu yerda bizada barbekue zona, o'zini sanuzil qismi. Uyimiz 4 уровеньdan iborat. Aytaman, mansardniy zonalar ham qilib ketilgan. Podvol qismi sport zal uchun va tepada mansardniy zonalarda bizada saunalar qoldirib ketilgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, biz sizlarga har bitta detalni ko'rsatishga harakat qilamiz. Yuringlar, endi sizlarga birinchi qavatga sayohat qilamiz. Uyimiz birinchi qavatiga shunday sayohat qilganimizda yuringlar kiramiz. Shuni kirganinglarda kattagina bizada studiyniy variantda bu yerda xol kutib oladi va bu yerda ko'rsanglar oshxonamiz bo'ladi. Planirovkasi juda ham boshqacha qilib qo'yilgan. Hozirdan like bosib qo'ying, juda ham boshqacha, ishoning. Videoni oxirigacha ko'rsanglar maza qilasiz. Bu yerda texnikalar hammasi Hoffmandan qo'llanib ketilgan. Mana uyimiz o'sha podvol qismiga tushib ketadigan zonasi. Uyimiz ikkinchi qavat 4 уровеньdan yetganimda 4 уровеньdan iborat bo'ladi. Ikkinchi qavat uchun bu yerda общий sanuzil qismini tashab ketishgan. Bu tomonni ko'rsanglar bo'ladi. Va bu tomoni bizada birinchi qavat uchun master spaniyasi, ota-onalar uchun yotoqxonasi hisoblanadi. O'zini bu yerda chiroyli dekoratsiyalari, o'zini bu yerda sanuzil qismlari qoldirib ketishgan. Endi sizlarga ikkinchi qavatga shunday sayohat qilib, uyimiz ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda ko'rsanglar, 3-qavat mansardniy zonaga chiqib ketadigan zonasi va hozir sizlarga bu tomonimizni hozir sizlarga ko'ramiz. Yuring, orqaga yursangiz, bu bizning master spaniyamiz bo'ladi. O'zini ko'ryapsiz, juda ham katta qilib qo'yilgan master spaniyasi. O'zini bu tomonda balkonimiz bor. Balkonimizni ham bitta ko'ryapsizmi? Uyimiz endi ustalari hozir himchiski ishlari bo'layotgani uchun ustalarimiz endi chiqib ketyapti. Shuni hovliga, shuni qaratilgan oyna. Shunaqa shabada maza qilib turibdi. Bu yerda endi bizning garderob xonasi va o'zini bu yerda sanuzil qismlari qoldirib ketishgan. Shuni chiqqanimizda keyingi xonalarga o'tganimizda bu yerda ikkinchi qavat uchun bu yerda общий sanuzil qismi qoldirilgan va bu tomonni ko'rsanglar, bu yerda bizada bitta детский spaniyamiz qoldirib ketishgan. Har bitta joylariga art dekor, mana bunaqa chiroyli dekoratsiyalar qoldirib ketilgan, ko'ryapsiz. Juda ham premium kачествоda ishlab ketishgan va bu tomoni bizada yana bitta master spaniya desa ham bo'ladi yoki misol uchun katta farzandinglar uchun alohida spaniya qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. O'zini sanuzil qismi va hamda o'zini bu yerda garderob qismlari qilib ketilgan. Endi sizlarga podvolida tushib, uyimiz podvol qismiga tushganimizda bu yerda bizada отопление tizimi, uyimiz yuragi bo'lib turgan joyimiz qoldirib ketilgan va холодный komnatasi ham bor va bu tomonni nima desanglar, bu tomonni bizada sport zalimiz bo'ladi. Alohida katta пространство qoldirilgan, bu yerda oynalar qoldirilgan, ko'ryapsiz. Juda ham katta joy qilib qo'yilgan. Uyimiz endi narxiga keladigan bo'lsa, narxi qanaqa deyapsizmi? Uyimiz narxi $550,000 deb aytilyapti. Juda ham shokolad narxlardan biri. Mirzo Ulug'bek tumani, Alisherobodda joylashgan eng elitniy rayonlardan biri. Past telefon nomerini qoldirganman, aloqaga chiqib, o'zinglarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilinglar.